Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana Liliya Flowers gullari. Xonadoningizni go'zal qilib bezating bizning gullarimiz bilan. Sizlarga bugun chiroyli gullaydigan gullarni va piyon gullari haqida gaplashamiz. Bugun bog'imizda bir hafta bo'lgandi. Geran gullarimizni, g'unchalarni kesib tashlaganimizga gullar eskirgandi. Hozir mana yana boshqatdan gullashibdi. Quyoshni o'ta yaxshi ko'radigan, suvni rosa yaxshi ko'radigan gullardan hisoblanadi geran. Bu soyada turganlari, bularning ham g'unchalari yangidan chiqqan. Geran gullarimizni ko'pchiligi bizada mahroviy, qavat-qavat, rang-barang bo'lib ochiladigan sortidan ekkanmiz. Keyin bizada mushkambar gullarimiz bor. Mushkambar gullarimizni ham ko'pligidan tezroq va arzonroq sotishimiz kerak, joy bo'shatishimiz uchun. Mushkambar gullarimizni 5000 dan beramiz. Mushkambarning kattalari ham bor. Mana shu gul o'sib ketgan. Mushkambar guli shaftolidek bo'lib ketgan. Mushkambar barglari o'z shaftolinikiga o'xshaydi, lekin gulini hidi o'ta shirin. Rosa xushbo'y, 2 kilometrgacha hidi taralib odamlarni bu nimani hidi deyishga chaqiradigan gullardan mushkambar. Mana bu yonidagi bu jasmin, ko'chani jasmini. Bu qishin yozin, issiqda ham, sovuqda ham ko'chada qoladigan, uyga olib kirishni, buni o'rab qo'yishni hojati yo'q. Barglari qattiq, u siz o'ylayotgan jimilsdan emas. Qattiq bargli, yulduzchaga o'xshab gullaydigan jasmin guli. Buni ham hidi rosa zo'r. 2-3 kilometrdan hidi seziladi. Nimani hidi deb har doim uyimizga kelishadi. Shu yoqdan zo'r hid kelyapti deb. Bizning bog'imizdagi keyingi gullarimiz Malachay guli, quyoshni yaxshi ko'radigan, bemalol jazirama issiqlikda quyoshning tagida turib gullay oladigan gullardan hisoblanadi. Bu yoqda esa mini atir gullarimiz. Gavdasi kichkina bo'lsa ham gullashi juda ham chiroyli, hidi o'tkir, qizil, ro'zoy, sariq ranglaridan bor. Juda chiroyli gullaydi, tinimsiz gullaydi. Uju bularning kustlari katta. Razmeriga qarab 35 dan boshlanadi. Xo'p, piyon gullarimizga keladigan bo'lsak, piyon gullarimiz kuzda ekiladi. Buni faqatgina kuzda eksangiz erta bahor gullab beradi. Bizada piyon gullarini oq ranglisi, qizil, malinoviy va och pushti ranglisi bor. Hidlari juda ham o'tkir, ranglari tiniq, chiroyli. O'ta ajoyib gullaydigan. Piyon unaqa ko'p gullamaydi, o'zi ozgina gullaydi. Gullari ham o'ta darajada chiroyli. Gullarni rosa yaxshi ko'raman oyimni. Eng sevimli gullaridan piyon gullari. Hamma yoqda geranlar g'unchalagan, gullagan. Globus xrizantemalarimiz ham bor. Qishda gullaydigan xrizantemamiz bor. Erta bahordan qor yoqguncha gullaydigan xrizantema gullarimiz bor. Sariq ranglisi rosa zo'r gullaydi. Shu erta bahordan qor yoqguncha gullaydi. Qishda ham qurib qolmaydi, sovug'urib ketmaydi, turaveradi. Gigant sortli Ficus lirata gulimiz. Bu ham juda ham ajoyib, juda ham zo'r gul. Uyingizni rosa bezaydi. Bunaqa gullarni biz yerga ekishimizdan sababi ham tez o'sadi, ham o'zini tabiatdagi shakliga ega bo'lishi uchun gigant bo'lib o'sadi yerda. Tuvayda qolib ketsa maydalashib ketishi mumkin. Shuning uchun yerga ekilgan gul ancha yaxshiroq bo'ladi. Bu Ficus gulimiz, Ficus shriverina deyiladi. Rangi bir o'ta antiqa, boshqacha, bargi yaltiraydi. Buni ham ikkita bargligida yerga ekkanmiz. Narxi 50 ming so'm. Buni narxi 200 ming so'm.
Piyon gullarimizni bitta ko'zi 20 ming so'mdan boshlanadi. Faqat oq ranglisidan tashqari. Oq ranglisini endi bu yil kuzda ko'paytiramiz. Vigela guli haqida ko'p aytganman. Vigela gulimiz qishin yozin gullaydigan rosa zo'r gul. Sovuq urib ketmaydi, faqat uyquga ketadi, barglarini to'kadi. Ko'chada bemalol qoladi. Qoq quyoshga eksangiz ham bo'laveradi. Orasida balzamin gullarimiz ham bor bizani mana. Va aloe vera kimga davolovchi aloe vera kerak bo'lsa, mana quyoshda katta bo'lgan aloe vera. Aloelarni parnikda o'sganlari unaqa foyda bermaydi, faqat quyoshda o'sgani foyda beradi. Lechebniy deb parnikda o'sgan arzon aloeni olganingizdan ko'ra, buni olganingiz ancha ma'qulroq. Keyin bizani yana bitta ekkan narsamiz bor bu yoqda. Bu qumquvvat. Xo'p, buni erta bahor mart oyida ekkanmiz. Qumquvvat ko'pchilikniki to'kilib ketgan, ko'pchilikniki уже o'lib bo'lgan, qurib qolgan. Birovlar quyoshga ekkan buni. Mana mevalarini yedik qishi bilan. Mana boshqatdan meva qilgan bizaniki. Hamma yog'i meva. Xudo xolasa bu yil qishda yana qumquvvat yeymiz. Mevasi rosa zo'r, nordongina. O, fikus lirata, o naryoqda ham bor mana. Hozir aylanib o'taman yoniga. Astra gullarimiz ham gullashni boshlashibdi. Har yil kuzga yaqin gullaydi astra gullari. Mana bu sabzavotimiz ham juda chiroyli gullaydi. Bamiya deyiladi. Bu guli sabzavoti mevasi juda ham mazali. Baqlajon, pomidor, piyozlar bilan, go'shtlar bilan pishirib yeyishga rosa zo'r. Ta'mi bizga juda ham yoqdi. Mana bu yoqda mevasi. Kesganingizda yulduzchaga o'xshaydi, ichida danaklari bor. Atirgulimizni qolgani bu yoqda. Mini atirgul, katta atirgul. Har xildan bor, ustimga narsa o'rmalab ketyapti. Ey xudo, nariyoqqa o'tish kerak. Tupikka kirib qolganga o'xshayman. Aylanib o'tmasam bo'lmaydi. Klimatis gullarimizni detkachalari mana. Detkasi ham detka emas, bu kattagina, yaxshigina 150 ming so'mdan sotamiz. Kichkina deb o'ylashadi odamlar, lekin kichkina emas, yaxshigina. Kichkinaligidan mana shunaqa daraxtlarning tagida soya salqin joylarda o'stiramiz. Katta bo'lgandan keyin o'zingiz xohlagan joyga olib ekib olsangiz bo'ladi. Bemalol quyoshlarda ham turaveradi. Mana Vigelani guli. Shunaqa o'rmalab gilam bo'lib o'sadigan живучка gulimizdan ham bor. Почва покровный deydi buni. Fioletoviy bo'lib gullaydi. Donasi 15 ming so'm. Bu flokslar hali ham gullamoqda. Oqi, fioletoviysi, pushti ranglisi bor. Flokslar bitta uychasi 100 ming so'mdan boshlanadi. Katta kichikligiga qarab olib beraveramiz. Bu yoqda balzamin gullarimiz gullayapti hali ham. Tinimsiz gullaydigan balzaminlar. Kolyus gullari rang-barang. Xo'p, qizil ramashka. Qizil jimolos. Bu ham sotuvda bor, narxi 200 ming so'm. Klimatis gulimiz hali ham gullayapti.
Issiqmisan? Issiq ekan bugun. Dahshat. Mana o'sha sariq bo'lib ochiladigan xrizantema gullarimiz. Qishin yozin gullaydi. Bu malachoy boshqasi. Lauroviy list. Xo'p, adenium gullarimiz ko'z tegmasin bular yozi bilan gulladi, bearmon gulladi bu yil. 3 yildan beri boqamiz, hali bunaqa gullaganini ko'rmagandik. Agar shunaqa gullashini bilganda yerda vaqtliroq ekardik buni yerga. Mana naryoqda ham gullayapti.